Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bugun 11-oyning 28-kuni. Biz 11-oyning 26-kuni anglatgan Krakenning ikkinchisini anglatamiz. Bir kunning oldida advokat Paul xonim bilan advokat Linwood efendim ikkisi birli vaqtida Amerikaning Georgia shtati va Michigan shtatining sud mahkamasiga ariz doklad raportini yo'llabdi. Advokat Paul xonim o'zining tor betida elektronlik ariz doklad raportini e'lon qildi. Georgia shtati to'g'risida e'lon qilgan ariz dokladi jami 104 bet, Michigan shtati to'g'risida e'lon qilgan ariz doklad raporti 75 bet bo'lib, bu ariz dokladlarda dalil isbotlar to'liq bo'lib, hamda guvochi odamlarning o'zining atgan imzolaridan tortib yozilgan ekan. Bunda aytganda bu ariz dokladning salmog'i bomba xarakterlik bo'lib, advokat Paul xonim yana gapida Krakenni qo'yib berdik deb qo'yibdi. Kraken degan so'zni og'ziga ilishning o'zi bu qitim sudga yo'llagan dalil isbotlar haddidan ziyoda kuchli demakchi. Ariz dokladlar 3 cho'ng mazmunga bo'lingan bo'lib, birinchi turdikisi bo'lsa saylam jarayonida tashlangan nurg'unlagan biletlarning egisi yo'q bo'lib chiqqan. İkinci mesele bo'lsa, dominion sistemasida ig'ir masala ko'rilganligini tushuntirgan. Üçüncü mesele bo'lsa, bilet tashlash tartibida ig'ir xatolik ko'rilgan. Dalil isbotlarga asoslanganda 96 ming dona biletlarning hammasi qonunsiz biletlar deb hisoblanadi ekan. Bu 96 ming dona biletlar hech zamonda aparat mashinasiga tashlanmagan yoki pochta orqali avatilmagan biletlar ekan. Lekin Dominion aparati bu biletlarni son qatoriga yozib olgan ekan. Shunlashqa bu 96 ming dona bilet amaldan qilish kerak ekan. Agar amaldan qolsa, Joe Biden efendimga tashlangan bu 96 ming dona yolg'on bilet Joe Biden efendimning nomerini azaytib etirgan. Bundan boshqa bir qism odamlar bilet tashlamagan bo'lsa-mu, lekin shu odamning nomida Joe Biden efendimga bilet tashlab bo'lgan ekan. Bundan boshqa 21 ming dona Joe Biden efendimga tashlagan biletning egisi Georgia shtatida yashamaydi ekan. Shunga o'xshaydigan misollar nihoyat ko'p ekan. Bundan boshqa Georgia shtatining shtat boshlig'i bilan bosh shtat kotibi saylam jarayonida aldamchilik harakatiga sharoit yaratib bergan ekan. Prezident Trump efendimning qonuni masalachisining deyishicha, agar bu dalil isbotlarga asoslanganda aldamchilik jinoyati bilan shug'ullangan odamlarni qandoq jazolash masalasi to'g'risidagi masalalarni bir chetga qayirib qo'yib deganda, advokat Paul xonimning dokladi sud kollegiyasi qabul qilsa, Prezident Trump efendim bilan Joe Biden o'tirsidagi saylam bilet ovozi tubdan o'zgarib ketadi ekan. Endi Michigan shtatiga kelsak, Michigan shtatida bir guvochi odamninki guvohlikdan o'tgan bir dokladi bor ekan. Endi bu guvochini aniqroq qilib aytsak, guvochi Amerika quruqlik armiyasining 305-nomerlik istixborot boshqarmasining elektronlik istixborotlarni tahlil qiladigan mutaxassis ekan. Bu mutaxassisning asosli vazifasi SAM nomidagi boshqarilgan bombaning son separlarini bartaraf qiladigan va son separlarini tahlil qiladigan kasbiy mutaxassis ekan. Endi bu harbiy ishlar istixborot armiyasi bo'lsa, bevosita quruqlik armiyasi qaraydigan bo'lib, vazifasi bo'lsa jiddiy urush taktikasiga qarta va strategiyalik harbiy qo'mondonlarga to'liq va atrofli elektronlik istixborot uchurlarini o'z vaqtida yetkazib berish vazifasiga mas'ul ekan. Quruqlik istixborot organining qisqacha tarixini ko'rib o'tsak, 1776-yili general George Washingtonning o'z qo'li bilan barpo qilgan istixborot organi ekan. Bu istixborot organining ismi Nordon otliq askari deb ataldi ekan. Hamda rivoyat qilib aytilgan Kraken degan dengiz maxluqining ismi bilan atalgan bu qurilma istixborot organlari va istixborot uchurlariga qarshi jang qiladigan istixborot organ ekan. Ham isyankorlarga qarshi istixborot bilan jang qiladigan organ ekan. Saylam jarayonidagi o'zgarib turayotgan saylam bilet uchurlarini har vaqt izqo'lab turadigan va har vaqt kuzatib turadigan qurilma ekan. Elektronlik istixborot uchurlarini tahlil qiladigan va bartaraf qiladigan tahlilchi mutaxassis o'zi maydonga chiqib guvohlik beribdi. Bu mutaxassis 305-nomerlik istixborot organidan o'zini tanishtiribdi. Hamda 305-nomerlik istixborot organidan guvohlik bergan bu mutaxassis general Michael Flynn bilan ne munosabati bor? General Michael Flynn bo'lsa 111-nomerlik harbiy ishlar istixborot brigadirining eng cho'ng generali ekan.
General Michael Flynn aynı vaqtida 111 nomerliq harbiy ishlar istixborot brigadirida bosh general bo'lib ishlagan ekan. Endi 111 nomerliq harbiy ishlar istixborot brigadiri 305 nomerliq boshqarmasi bilan Amerikaning Arizona shtatiga joylashgan ekan. General Michael Flynn apandiga atilgan jinoyatni Prezident Trump apandim tunugungi tashakkur bayramida kechirim qilib etibdi. Aslida General Michael Flynn apandimda jinoyati yo'q bo'lib, CIA'da ishlaydigan Mulo degan odam bu generalga to'za qurib jinoyat atgan ekan. General Michael Flynn apandim o'zini oqlash uchun nurg'un yo'llarni mangan ekan. Oxirida advokat Paul xonim sudga arz qilish orqali General Flynn apandini oqlab chiqqan ekan. Lekin Amerika Adliya ministri e'tirof qilmay turgan ekan. Ana endi tunugungi tashakkur bayramida Prezident Trump apandim General Michael apandini butunlay gunohsiz deb e'lon qildi. General Michael Flynn apandim adillikka erishibdi. Biz tunugungi xabarimizda Amerika quruqlik armiyasining yuqori darajali generallarini parda keyindagi kuchlar setib olgan bo'lsa-mu, lekin o'rta darajalik generallar yanada Amerika hukumati va Amerika prezidentiga sodiq degan to'q. Mana mushlarning orasidan kuchli guvohchilar maydonga chiqqan gap. Mana shu elektronlik istixborot uchurlarini bartaraf qilish mutaxassislar Dominion shirkatining apparatlarining yumshoq detallarini Xitoy davlati va Eron davlatining jasuslari Dominion sistemasining yumshoq detallarining ichiga kiraligan ekan. Ham uni o'zgartiribdi. Nurg'un dalil isbotlarga asoslanganda necha 10 minglagan saylan biletlarni Joe Biden apandining nomiga o'zgartib bergan ekan. Sudga yozilgan arz raportining ichida yana mundaq bir dalil isbot aniqlangan ekan. Dominionning torbiti, ya'ni torbat adresining tizimlangan yeri Xitoy davlatining Xunan o'lkasida tizimga oldirgan ekan. Mana bu isbotlar chet el kuchlari bevosita Amerikaning saylamiga aralashdi degan gap. Bu qitimqi Amerikaning saylamiga aralashgan chet el kuchlari bo'lsa, Xitoy davlati, Kanada davlati, Eron davlati, Serbiya davlati, 4 davlat bo'lib, ya'ni Hong Kongning Huifeng bankasi, ya'ni BMA mablag' silish cheklik shirkati, bu mablag' silish cheklik shirkati bo'lsa, Pakistonda tizimga oldirgan ekan. Yana bir DV Scope deb bir shirkat bor ekan. Bu shirkat Xitoy davlatida qurilgan bo'lib, maxsus torbatlarning adresini ta'minlaydigan shirkat ekan. Advokat Paul xonimning arznomasida har qanday kuch og'dirib yetolmaydigan isbot bo'lib, uning ichida Germaniyadan topshirib olgan Dominion apparatining bosh mulozimat apparati alohida aniq qilib yozilgan ekan. Biz oldin qitimqi xabarlarimizda Frankfurtga topshirib olgan apparat to'g'risida so'zlagan. Hamda Dominion saylan biletlarini bartaraf qilish apparatlarining bosh mulozimat apparati aslida Germaniyaning Frankfurt shahridagi Amerika konsulxonasiga joylashgan bo'lib, Amerika markaziy istixborot, ya'ni CIA tarafidan boshqarilib kelgan ekan. Amaliyotda Dominion bilet sanash apparatining bosh mulozimat mingsini Amerika markaziy istixborot organi kontrol qilib turgan ekan, ya'ni CIA. Endi Prezident Trump apandim kontrol qilib turayotgan Davlat mudofaa ministrining istixborot organi bo'lgan DAE organi Amerikaning CIA organi bilan rasmiy tutishib qopti. Ikki organ bir-biriga rasmiy ilishish orqali oxirida Prezident Trump apandim Dominionning bosh mulozimat apparatini qo'liga tushiryapti. Demak, biz oldin qitim anglatgan xabarlar texmi to'g'ri isbotlandi. Endi tafsilotini texmi aniq qilib aytsak, Prezident Trump apandim kontrol qilayotgan Amerika quruqlik armiyasining alohida qismi topshirib olgan ma'lumotga asosan jiddiy buyruq bilan darhol Germaniya davlatining Frankfurt shahriga yetib borgan. Mana shu mezgilda Amerika markaziy istixborot organi CIA Afg'onistonda turishliq bir qism Amerika harbiy kuchini Germaniya Frankfurt Amerika konsulxonasidagi bosh mulozimat apparatini qo'g'dash uchun jiddiy avatgan. Naq shu maydonda ikki taraf bir-biri bilan tutishib ketgan. Naq shu maydonda Amerika istixborot markazining bir cho'ng amaldori o'qda o'lgan. Bu voqeani Amerika davlatining asosli taratqullari bu o'qda o'lgan amaldorni Somalida o'ldirilibdi deb anglatgan. Uningdan boshqa yana 5 Amerika askari mushu qitimliq elishishda bir-birisining o'qida o'lgan. Bu 5 askarning o'lishini Amerika davlatining muhim taratqularida bu 5 askar Misr davlatida bir tikuvcharda vazifa o'tash jarayonida uchib yetib, tikuvchar aeroplan yerga tushib ketib, aeroplan voqeasida o'lgan deb anglatgan ekan. Amerika davlatining asosli taratqullari 2 kunning oldida xabar qilib anglatganida
Amerika devletinin yuqori darajalik CIA amaldor xodimi Amerika devletinin yilpiz atriti Somalida harakat qilayotgan vaqtida Somali kuch tarafidan bu yuqori darajalik CIA amaldor xodimini itib o'ltirayotgan deb anglatgan ekan. O'lgan Amerika 5 askarini aeroplan vaqasida qazo qildi deb anglatgan ekan. Mana shundoq dunyoni zilzil keltiradigan bir voqea yuz beribdi. Ammo talaga yarasha davlat mudofaa ministri bosh mulozimat apparatini qo'lga tushiryapti va bu apparatni sog' salomat prezident Trump apandimning qo'liga topshirib beribdi. Prezident Trump apandim o'ziga tava bo'lgan shaxsiy istixborot guruhiga topshirib beribdi. Prezident Trump apandimning shaxsiy istixborot guruhiga general Michael Flynn apandim bir qo'lliq boshqarar ekan. Prezident Trump apandim general Michael Flynn apandimning butun jinoyatini kechirim qilib o'tgandan keyin general Michael Flynn apandi Amerika davlatining yuqori darajalik maxfiy uchurlarni bartaraf qilish huquq salohiyati aksiga kelibdi. Yana bir uchurlarga qaraganda Amerika davlatini nazoratga olgan va Amerika davlatining saylom ishlariga aralashgan, chet el kuchlaridan bo'lgan va chet davlatlarga o'rlashgan kompyuter mulozimat bosh apparatlari Ispaniyaning Barcelona degan shahardanmi bayqalgan ekan. Kanadadami bayqalgan ekan. Aytishlar qaraganda bularmi qo'lga tushgan ekan. Amerika davlat mudofaa ministri qarashli Amerika quruqliq armiyasining elektronlik istixborot organi va Amerika quruqliq armiyasining alohida qismi prezident Trump apandimning xizmatiga moslashish uchun rasmiy harakatga o'tib bo'ldi. Endi bundan keyingi taraqqiyot qanday bo'ladi? Davomli qo'g'lab anglaymiz. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.